Hadi. Ya. Ulug' vefalvat. Hey. Hadi. Hay. Barakalla favoriga. Hadi. Hey. Opa. Hadi. Hey. Assalomu alaykum. Bizni tomosha yoqimizga tashrif buyurgan aka-ukalar, dadamdan o'rgangan tomoshani sizlar tomosha etib ko'rsatib beraman. Menga tosh ko'tarish ota kasb. Dadamni kasbi kamolatini egallaganman, Allohimga shukr. Dadam o'ynagan o'yinni sizlarga o'ynab beraman. Hozir dadam 70 ga kirdilar. Yoshman, Qarsayni yaxshi ko'raman. Qarsayda shaydosiman, Farg'onaga mehmonman. Mehmon otay xudo deydi. Shundoq Qarsay choling. Qarsay cholgan qo'llaringiz dard ko'rmasin. Rahmat. Qarsay cholgan qo'llaringiz salovat aytishdan to'xtab qolmasin. Ozi bilan bitta Qarsay bo'lsin. Hali farolega, sharmona berdi. Hali. Gel. Aha, kecha. Shohroq tashabbuskor sharmon. Hali. Bu zamanlı ilerlere bir Qarsay. Hali kecha. Hey. Hali sharmona farolega. E'tibor bering. Bir de tosh bilan tomosha. 30 yillik qadaqdosh. Hali. Barakalla. Hali sharmona. Yerlar yana bir de tosh shu holatida. Ye barakalla. Hali yaşa sharmon falon. Hay. Ey kichkina barmoq, 30 yillik qadaqdosh. Ye hali. E'tibor beringlar. Yana bir qadaqdosh. Qarsaylar bilan Ulug'bek falon. Yaşasın. Yigitlar chaqirib boshlig'inimiz endi. Ko'ring, tomosha qilib boring, yamlish ko'ylari. Qani ketdik endi. Opa! Hey! Qo'shlarga o'smalar qo'yildi. Opa! Maşallah. Opa! Hadi! Qarsaylar bilan Ulug'bek falon. Hey! Yo'qtirligidning yo'ldoshi. O'g'ildir davlatning boshi. Qiz ham bo'lsa ko'ngil xushi, farzand kerakdir yigitga. Kelganda otin bog'lagan, ketganda jigar tog'lagan, o'lganda tik turib zar yig'lagan farzand kerakdir yigitga. Azlar o'g'il bolani o'rni bo'lar ekan, qiz bolani qadri bo'lar ekan. Ko'ringlar, polvon bitta tosh bilan tomosha ko'rsatsin. Havoga otadi. Qaytib tushayotgan toshni sopidan ushab olmani singari aylantirib o'ynatsa ko'ramiz. Marhamat. Hali ketdi. Opa! Bassa! Hey! Opa! Hali. E'tibor bering, sakashi holatda. Bitta tosh bilan yonbosh. Hali ketdi. Opa! Ya barakalla. Hey! Hali. Barakalla. Qarsaylar bilan Ulug'bek falon. Ya barakalla. Hop. Azizlar, Farg'onaga va bitta chiroyli nomeri bor. Biz mana shu o'yinni o'zimiz ham ko'rib maza qilamiz. Endi Polvon akam toshni o'zidan 2 metr balandga qattiqroq otadi kuchi yetgancha. Qaytib tushayotgan toshni halol yelkasi bilan uradi. Azizlar, e'tibor beringlar. To'yan tosh bilan badan orasidan sado chiqsa, polvonga qarshi chop qo'yasizlar. Yigitlar, toshlarni to'g'rilab qo'yinglar. Ana! Tuyoqlarni tosh kesar, qo'shqanotli oringa qamchi bosar polvon. Sovg'alar tulporing.
toshlarni to'g'irlab qo'yinglar. Hey, asaldan bu o'zbegim xush ko'rmaydi yolg'onni. Xush ko'rsalar yolg'onni ko'tararmidi boshiga polvon bilan borosdi. Ko'krakdagi toshga qattiqroq urib bosonni. Polvon emasdir, ayab o'tirsa jonni. Polvon aka, kasmu kamolatingiz polvonlik, ayamasdan yuqoriga otasiz, qaytib tushayotgan toshni halol yelkiz bilan uring aka. Marhamat. Keta, bo'shashmasdan mana qarshi, ya. Yepa. Aha. Hay. E'tibor berasizlar. Aha, mana qarshi. Keta. Yepa. Ha. Basa. Hey. Ha. Azizlar eshitamiz. Savozi chiqsa qarshi olamiz. Qani. Toshni yelkan ko'kragim bilan solaman. Agar yelkan bilan toshni o'rtasidan gul serkan sado yechilsa, otangga rahmat deb, dadamga bitta qarsa ich olasiz. Bo'ldi, yetadi mana shuni o'zi. Marhamat qiling. Qani ketdi. Hey, ha! Olmadı. Hadi falan eke. Allah'ım sen bana. Allah'ım ittesen. Oba! Hadi! Atıldı. Oxirgisini sagratirra ve qarshi. Hadi. Yo, polvon aka, mana shu farg'onaliklarga esdalik bo'lib qolsin, iltimos. Mana shu oxirgisini bitta ko'raylik aka. E'tibor bering. Kuchi yetgancha havoga o'tadi. Tuligani mana yerga qo'ying, qaqab ketyapsiz, mana yerga qo'ying. Kuchi yetgancha havoga o'tadi. Qaytib tushayotgan toshni kallasi bilan uradi. Bitta ko'raylik. Bir marta. Ha. Bo'ladi. Ko'rganmiz-ku. Bitta bo'lsin. Tuligani atilab uzoqroqqa qo'yib qo'ydik. Ha, qarshi bo'lsa ko'ramiz, hali. Hey. Hali solaversin, ha? Bitta kallasi bilan, ha? Solaversin. Mana boshimmi? Hali. Hali. Yigitlar, ha, yigit qo'y. Bosi, hali ketdi. Hali ayamasdan durra. Evet. Ya. Bunu boshimni uradigan jinnimanmi? Men buni boshimni ursam, farzandlarni kim boqadi, to'g'rimi? Bitta qarsak bo'lsin. Surxondaryoga borib ko'p tomosha ko'rsatganman. Alpomushlar laminatsiyasi bo'ladi, alpomushlar ko'rigi bo'ladi, festivali bo'ladi. Butun dunyodan boradi u yerga. O yerda bitta toshni yutib olganman ko'tarib. Hozir shu toshni olib chiqinglar, marhamat ketdik bo'lmasa qara. Evet. Evet. Aramızda var mı polvonlikka qiziqadigan yigitlardan? Xohlagan yigit chiqsin. Keladi toshni dastasidan ushlab, shuni yelkaga ko'tarib, bitta, ikkita ko'tarib bo'ladi. Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ismingiz? Odiljon aka qayerdan? Farg'onadan, mashallah, men Qo'qondanman. Umringiz uzoq bo'lsin. Odil akamizga bitta qarsak bo'lsin. Rahmat. Toshni olasiz. O'ng qo'lda yelkaga tepaga. Boshi ishasa kerak emas, marhamat. Ketdik bo'lmasa. Qana. Yelkaga. Qana. Ha, right. Hayki. Yana bir martami? Yana bir marta. Ha, right. Aka. Rahmat. Halolmi? Ko'tariga toshingiz 100 kilo chiqadimi? Boringizga shukr. Akaga bitta qarsak bo'lsin, qana. Hay. Rahmat.
Toshning og'irligi 100 kilo. Ko'tarib beraman. Qarzi bo'lsin, harakatiga o'sa. Evet. Oy azizlar. Ben 20 yosh, yo 25, 30, 35 yoshdaman, ben 40 yoshdaman. Ben yaqinda katta qizimni chiqarib qudalik bo'lgan odamman. Lekin agar qarzi bo'lsa, ancha-muncha uylanmagan boydoqdan yaxshi ko'tarib beraman-da. Qarzi bo'lsin-da qara. To'xta. Polvon akamga bu yengillik qilmasin. Yana ikkita tosh olib chiqing. Olib chiqing. E'tibor bering. Aslar 100 kilo bir qo'lda yerdan yana ikkita toshni qo'shib ko'tarsin. Mana bu sizlarga sovg'a bo'lsin aslar. Qarshi bilan ko'ramiz. Hali. Hali. Polvon aka. Şorbola sama. Kötü. Yolga. Şorbola. Abi aytdi polvon aka. 40 yosh bo'lsa ham hali yurib yoshlardagidek uradi. Sho'xrog'idan qo'yib berasiz polvon. Kötü. Aha. Sho. Aha. Oy. Hasi. Aha. Gece sıvasın oturup yola. Hadi. Hey. Aha. Hey. Samet. Oramızda men bilan tengqur yigitlar bormi? O'shalarda qarshi chorsin men bilib olaman-da, o'zim tengqur yigitlarni qani? O'zim bilan teng yigitlardan qani? Mana shuni 40 ga kirgan do'stlaringizga baxshida qildingiz polvon aka. 40 yoshlarga jo'natib qo'yasizlar, ha? Bitta lakam bosib qo'yasizlar. 40 ga kirgandan keyin qariding endi. Sen qariding endi chekkiga chiq degan deydiganlar bor-da. Yigitlar eshitib olinglar, 40 ga kirganda biz qizchilagan paytimiz hozir. Marhamat. Qani ko'ramiz, seti polvon aka. E'tibor bering. Bir qo'ldo'sida 100 kilo, ya barakalla. E'tibor bering, yerdan yana bitta kichkina barmog'ida yana bitta tosh. Ya bali. Hay polvon aka. Oyog'ida yana bitta tosh. Qarshi bormi qarshi? Qo'lida polvon. Ya barakalla. Yashasın. To'yda mana shu yerda turgan hamma yigit ko'tarib beraman. Hammasini. Qarshi bo'lsin. Birgalikda ko'rasizlar, marhamat. Olinglar kishi. Rahmat. Kasbim polvonlik. Ismim Ulug'bek. Qo'qondanman. Yurtingizga, shahringizga mehmonman. Mana kichkina Afruza degan polvon qiz chiqyapti, Instagramda tosh ko'taradigan. Ana shu qizi dadasi bo'laman. Menga tosh ko'tarish ota kasb. Dori o'ynayman, pastda tosh ko'taraman. Farzandlarim bilan kelib, ilk bor Farg'onaga mehmonman. Farg'onada tomosha ko'rsatdim, bir erkalik qildim-da. O'zimga yaqin olib chiqdim-da sizlarni. Rahmat o'da. Men bilan bir qo'lini ochib, amin degan odam hech qachon kam bo'lmasin, ilohi amin. Voy aka, amin deng, ketib qolmang. Ketib bo'lsangiz xafa bo'laman. Men siz uchun o'ynayapman. Yuzingizni teskari qaratib ketmang. Har qancha pul cho'ntagingizda. Amin demaysizmi? Qo'lingizni ochib duo qiling desam, amin deb kuladi-da. Amin deb gaplashadi. Amin deb tek turib bemalol xotirjam gaplashib turadi. Hozir men sizga bir narsa aytib beray. Ana undan keyin qo'lingizni ochib duo qilasizmi yo'qmi, qolgani vijdoningizga havola. Hazrati Janobimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallam davrlarida bir oldilariga bir sahoba, bir yigit, zabardast yigit tashrif buyurib so'rabdilarda, izn bering,
Ben Habibimni ko'rmoqchiman, ota onam fido bo'lsin. Ya Rasululloh sizga jonim fido bo'lsin deb. So'rabdilar, izin berdilar. Keling. Nima xizmat tashabbusingiz ma'nosi nima? Haligi yigit Habibimizga qarab, yarim tama non olib kelib boqdilar, katta qildi. Uylandim. Lekin farzand ko'rganim yo'q, yo Habibim. Bor umrimni shu onamga berganman boshimizga. Ancha yildan beri qarayman. Endi menga aytingchi, meni onam meni tug'ib katta qilgan mehnatiga barobar keldimmi deb so'radilar-da. Janobimiz so'raganlar ekanda, qancha yil qaradingiz? Ha bir 10 yil, 15 yil qaradim. Kimga qaradingiz? Onamga qaradim. Onamga qaradim. Habibimiz aytgan ekanlar. Meni yonimga, meni huzurimga onangizga qaraganingizni minnat qilib keldingizmi desa, yo'q. Sizni oldingizga Alloh guvoh, Allohga qasamki, men sizni huzuringizga men shu 15 yil qaragan bo'lsam, 15 yil ichida ayolimni oldiga bormadim. Ayolimga qo'shilmadim. Faqat onamga qaradim, najosatini kerak bo'lsa tozaladim. Ayolimga aytmadim, xijolat bo'lmasin deb. O'zim qo'lim bilan tozalaganman. Shu 15 yil ichida meni onam meni tug'ib katta qilgan mehnatiga barobar keldimmi deb so'raganda, Habibimiz o'tirgan joylarida dog' solib yig'lagan ekanlar. Sizni onangiz bir kun uyqusini bedor qilib, vujudida oqayotgan qizil qondan oq sutni ajratib ko'kragiga olib kelgan sutni bir tomchisini ado etganingiz yo'q degan ekan. 15 yil qaragan farzand. Kerak bo'lsa hozir nima bo'lyapti? Onamiz mazasi qochib bo'lsa, bolam bitta dori olib kelib bergin desa, biz o'g'limizga aytayapmiz, bor buyinga dori olib kelib bergin deb. Mana haqiqat. Gapimni yuragingizga og'ramay, oramizda bormi bitta yigit? Onasini ko'zidan bir tomchi yosh oqizilmagan. Nima qismat bo'lsa, labbay onajon, manman. Jonim sizni ona, onaning ming marta dilini ranjiting. Ming marta onaga gap qaytaring. Onaga qarab, onam sizu. Men o'g'lingiz meni onajon nima erkalik qildim-ku desa, ona bolasiga jonim deydi. Bir jon nima bolam, men senga ming jonni beraman deydigan ona bo'ladi. Endi menga aytingchi, dunyoda bormi onaga teng keladigan inson? Bormi ichimizda onaga teng keladigan qayerda bor? Farg'onadami? Qo'qondami? Toshkentdami? Xudoning uyi Ka'baga boring. Ka'bani million milliard marta aynaling, onaga teng kelmaydi. Unutmang shuni. Ona bitta bo'ladi. Ona yagona. Ko'chan tilda aytganda ona nomerading bo'ladi. Na ayolingiz bosadi, na umr yo'ldoshingiz, na farzandingiz hech kim bosa olmaydi onaning o'rnini. Ona shu darajada aziz bo'ladi, onaning o'rniga bo'lmaydi. Ona jannatdan chiqqan bir gul rayhon bo'ladi. Bormi ichingizda bitta mard? Onam o'lmasin degan bormi talabim? 100 ming so'm pul. 100 ming pulga qodir yigit bormi? Manman. Sen aytgan odam manman. Duo qil. Onam o'lmasin degan bola bormi? Moli davlatni topib bu sarf qilganini gapirmagan. Otasiga, onasiga sarf qilganini gapirmagan. Million milliardga topganim ona sizniki, topganim ota sizniki. Jonim fidoma, yuragimni sug'urib beraman sizga deydigan bola bormi? Kim chiqib kela oladi? Qo'liga 100 ming pulni ko'tarib, 50 ming pulni ko'tarib chiqib keladigan mard bormi chizza? Allohning huzurini oldida turib, davrani yorib chiqib, birinchi bo'lib, qo'limga qo'li tegib yo'qlaganda Allohim uyida ota onasi o'lmasin. Amin. Allohu akbar. Muzikani chal. Mana lafzim haloldi. Hali gapim yerga yetib bormasa qo'limga mana 100 minglab, yana 100 minglab pul bilan yo'qlayapti. Chalchi, kim qadam bosib yo'qlar ekan qani? Talabatlar falon ekan. Asahiylar qadam bossin. Rahmat, rahmat. Muhammadlarga rahmat. Mana yigitlarning qadam bosyapti, duo qiling. Oshilda saholarga Alloh baraka bersin. Rahmat, Muhammadlarga rahmat. Rahmat.